Albatta, juda to'g'ri fikrlar bildirildi. Oqsoqollar qanday tanlanganligi haqida qo'shimcha qilmoqchiman. O'sha albatta hayotiy tajribasi ko'pligiga qaraldi. Jasurligi albatta o'sha qabilani urug'ni himoyasidagi jasorati, chunki u paytlar ham biz fikrdan yiroqmiz. Qo'shni qabilalar bilan nizolar bo'lmadi emasda. O'sha vaqtlarda ham ibtidoiy davrda ham kichik to'qnashuvlar bo'ldi. Ana shunda o'zini ko'rsata olgan, xalqni o'ziga ergashtira olgan va ko'p holatlarda yoshi kattalar oqsoqol bo'ldi. Hatto ayrim g'arb tarixchilari buni iyerarxiyasini ham ishlab chiqishga erishgan. Masalan, urug' va oilaning rahbari oqsoqoli birinchi o'sha rahbar sifatida tanlangan bo'lsa, tanlov bilan saylov yaqinda endi ibtidoiy davrlarda tanlanish bor, saylanish bor. Ikkinchisi oqsoqollar kengashi, shu yuqorida aytganingiz. Endi bir guruh o'sha tajribali oqsoqollarni yig'ib, ularning kengashlarini tashkil qilib, muhim masalalar ana shu kengashlarda hal qilindi. Uchinchisi bu boshliqlar, qabila boshliqlari shakllandi, ular ham katta masalalarda rol o'ynadi. Va to'rtinchi etap bu maslahat kengashi deyapti. Yoshi katta va bir vaqtlar harbiy janglarda jasorat ko'rsatgan, lekin oqsoqollar yig'iniga kirmagan qatlam ham bo'lgan va oxirida kohinlar deydi, o'sha sehrgar, shamanlar bo'lganki, folbinlar, tabiblar ham o'sha davrda demak iyerarxiyani bir tarmog'i bo'lib boshqarishda, o'sha ibtidoiy jamoadagi hayotni bir tartibli ushlashda asosiy rol o'ynagan. Hatto oqsoqollarga shu darajada maqom berildiki, vaziyat u paytda ov-quroqlar chegaralanganroq edi va har kuni ham ov barordan kelmas edi. Ochlik xavfi har kuni esib turdi, ayniqsa paleolit davrlarida. Ochlik xavfi qachon tugadi? U mezolitda. Ana shu jarayonlarda oqsoqollarga juda katta mavqe berildiki, kengashga va oqsoqolning o'ziga qabilani yashab qolishi uchun, urug'ni yashab qolishi uchun nima qilsa bo'ladi? Va yakuniy qarorni albatta oqsoqol qabul qildi. Bir narsani qo'shib ketishim kerak, xotiramdan ko'tarilib qolmasin. Jean-Jacques Rousseau degan ma'rifatparvar olim ana shu aytadi. Tabiati bilan ibtidoiy jamoa qaytsa edi degan fikrni 18-asrda aytgan. Keyin men uni yaxshilab qiziqsam, Jean-Jacques Rousseau davlatni paydo bo'lish haqidagi shartnoma nazariyasini olg'a surgan inson ekan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, u har doim saylovlar, rahbarlik, boshqaruv haqida o'ylaganda albatta ibtidoiy davrga murojaat qilgan va u davrdagi tenglikni, u davrdagi haligi bir toifalarning yo'qligini va o'ziga xos boshqaruvni qo'msaganligini biz ko'ramiz.